Assalomu alaykum qadrli do'stlar, mana hamyurtlarimiz ketyapti xursandchilik bilan Toshkent, Moskva, Toshkent. Aka, o'rmang. Assalomu alaykum. Qalaysizlar akalar? Yaxshimi hammasi? Kamchilik yo'qmi, kamchilik? Mana Toshkentga ketayotgan akalarimiz. Zo'r joyga joylashib olishgan, kamchiligi yo'q bularda. Qalay aka? Ashshenda qanday aka? Kamchilik yo'qmi, yolg'on bo'lmadimi? Yo'q, hammasi joyida. Mana avtobus aytilgan, keldinglar, ketyapsizlar. To'g'rimi? Tavsiya qilasizlarmi aka-ukalarga? Qanday tavsiya qilamiz? Yet olaylik aka, sog' salomat ekan. Mana akalarimiz, qalay akam? Yaxshimi hammasi? Sonni gramdan arzon aka-ku. Bo'ldi akalar, mana ishonchli, sifatli resmi avtobuslarda ketmoqchi bo'lgan fuqarolarga tavsiya qilamiz do'stlar. Tanlovda adashmanglar. Bemalol bexijolat. Aka-ukalar qalay? Tinchmisizlar? Gardash, assalomu alaykum. Natarsan? Yaxshidi? Kуда put держишь, дорогой? Qara ketarsan? Qozog'iston hara. Ha, Aqto'bega. Bo'ldi. Sog' ol Gardash. Akalar, mana ko'rib turganlarda sifatli resmi avtobuslarda mana akalarimiz. Qalay akalar? Kamchilik yo'qmi? Mana akamiz qattiq joyga egallayapsiz o'shab. Yaratganinglarga rahmat sizlarga. Zo'r ketyapti. Kamchilik yo'q akam. Tavsiya qilasizmi aka-ukalarga? Ha, shu kamchilik ikkinchisini olish kerak edi. Bo'ldi akam. Sog' bo'linglar. Seshanba juma kunga primoy reyslarimiz mana ko'rib turganlardek to'lsa-to'lmasa ketadigan resmi avtobuslarimiz do'stlar. Bo'ldi akam. Xo'p bo'ladi. Yozib qo'yaman, nomerlarni ustiga yozib qo'yamiz akalar.